верим твердо, героям спорта нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Рахмат. Движение это жизнь, а жизнь это движение. Jahonda men tug'ilgan o'lkadek hech bir diyor bo'lmas. Bu yanglig' bog'u gulshan ham, bu yanglig' gulzor bo'lmas. Vatan sevmak shiorumdir. Bu olamda shior bo'lmas. Vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor bo'lmas. Shiorim sog'lom turmush tarzida yashash. Kelajak avlodlarimiz mustaqil O'zbekistonimizni yoshlarini aynan shu ruhda tarbiyalash. Kechayib qolgan qadrdon do'stlarimizni, bizdan vaqtda otaxonlarimizni hamon sportga chorlamoqchi bo'lgan shior bilan yurtib, buni hurmatlarini ustozim, O'zbekiston san'at dargohining professori Sherzod aka hurmat tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lekin Xursand Sherovni hozir so'zga chiqqandagi nutqi ovozini eshitdinglarmi? Undagi ichidan chiqib kelayotgan tovushni aslida men 83-yil O'zbekiston teatr va rassomchilik institutida bo'lardi. Bir insonni 7 kishiga 40 hunar oz deyishgani men o'zim iqror bo'ldim. Aslida Xursand Sherov O'zbekistonda uncha hozirgi operli san'atkorlarda yo'q imkoniyat, tovush imkoniyatiga ega. Juda baxtli, o'ziga yarasha tembr, bariton ovozi bor. Chunki menda o'qilgan paytda u tenor partiyalarini aytgandi. Jahon klassikalarini hammasiga murojaat qilib chiqamiz. O'zbek sovet kompozitorlarining asarlarini juda mahorat bilan, juda go'zal kuylagan. Mana haligacha ham shu yoshda shu ovoz saqlanib qoldi. Bu yerda men ham azizim mehnatim bor ekan, pastorovka zo'r bo'lgan ekan deydi turadi. Ochiqga aytib beraman. Mana kerak bo'ladi yurtlarni kezganda aytgan ekan. Узбекское солнце, ташкентское небо встречают добром и теплом. И если под небом Ташкента ты не был, пусть песня расскажет о нем. Ташкентское небо, родные огни, и где бы я не был, везде мне светят они. Mana shu yoshda 66 yosh emas. Qaranglar. Ekan bas aylaganni qish o'tsa bahor bo'lur. Sahro yuzi binafsha bilan lolazor bo'lur. Bulbul saharda nola qilur besabab emas. Gul ochilguncha qancha tikonga duchor bo'lur. Rohat mashaqqat ostidadir oqil irulg'or. Oltin kumush ham o'tga tushib beg'ubor bo'lur. Dunyoni kori shundoq ekan, bildik, angladik. Goho biroq azizu, biroq orzor bo'lur. Afsuslarki qolmadi. Na yor, na rahir deb qabziyatdan orazi devonavor bo'lur. Xursand Sherovning hayotda bosib o'tgan yo'llarni men uncha-munchasini bilaman. Qancha to'siqlar, qancha shodlik, qancha g'am. Lekin bir insonning hayotida pasti baland bo'lar ekan, oyning 15 qarog'i, 15 yorug'i deydi. Mana shunday baxtni nimadan izlashni, o'zlikni nimadan izlashni. Bir insonga qaraydi. Boriga shukur qilib, sabr qilib, harakatda. Hali Ibn Sinoning yaxshigan davosi, bemori davosi harakatda degan yaxshi so'zlari bor. Mana shu harakat bilan tabiatdan Alloh bergan kasallikni yengib o'tganlik, mana shu erkak kishiga bergan g'urur, matonat shunchalik bo'ladi. Men o'zim
man ijodiy ijtimoiy naqadar ketgan kuzatib boraman. O'sha Xitoy devorini zabt etganda qaranglar, velosipedda borib shuncha qo'rqmasdan issiqni, sovuqni, tunni, kechasi, kunduzni yomg'ir havolarni hammasiga bardosh berib, inkor etib, yengib o'tib, marraga yetib borib kelishi bu mana shu insonning nimalarga qodir ekanligini, bir insonning nimalarga qodir ekanligini Xursand she'ri bugun ko'rsatadi. Qayerga borsa, velosipedni atrofida vatanimiz bayrog'i hilpirlatdi. Men bir chekkasida bunday she'r Xursandni bir chekkasida men ustoz bo'lganimdan bugun g'ururlanib, faxrlanib sizlarga aytamanki, jamiyatimizga, vatanimizga kelajakda Xursand she'rga o'xshagan metindek baquvvat erkaklar yaratishga men tarafdorman. Shogirdlar ko'paysin she'r Xursand. Кто меня поддерживал, кто меня встречал и кто вот наконец-то встречает. Спасибо вам всем. Контар Ахмад.